ketdim. Nimadan charchading? Bu uydachi hech ham ish tugamas ekan-a. Uydagi ishlarni qilaverib, belim og'rib ketdi, charchab ketdim. Ha, ozgina sabr qil, bizga o'xshab o'rganib ketasan. Qanaqa o'rganish? Bizlarni uydachi xizmatkorlar bo'lardi. Ayollar qo'lini sovun suvga urmasdi. Qarang, idishda vola yuvurib qo'llarim shilinib ketdi. Nima noshukrlik qilasan, ana? Oyim bilan kelinoyim senga qarashib turibdilar-ku. Men bunaqa ishlaringizni qilib o'rganmaganman. Qachongacha qarashadi ular? Men kelinli uyimni hech ham bunaqa deb tasavvur qilmagandim. Mayli Ixtiyor aka, yana biroz chidayman, lekin Nima lekin? qarang, siz ham ishingiz shaharda, men ham ishim shaharda. Shuni bahona qilib shaharga ko'chib ketaylik. Hozircha kvartira sotib olamiz. Keyinroq kattaroq hovliga o'tiramiz. Bilasiz, kvartiralar uncha qimmat emas. 3 xonalisi ham bo'ladi bizga. Bu nima deganing, Muxlisa? O'zi kelganingga hech qancha bo'lmadi. Ketamiz desak, ota-onam nima deyishadi keyin? Shaharga qatnashga qiynalyapmiz. Shuni aytsangiz rozi bo'lishadi. Buni ustiga qarang, ishimizni tugashinda bir-birimizni kutib qolyapmiz. Uyga kelamiz degunimizcha osh-ovqatni o'zlari qilib qo'yishadi. Shaharda bo'lsak, bunaqa muammo bo'lmasdi. Mazza qilib ikkalamiz yashardik. U mayli-ku-ya, lekin ularga buni qanaqa tushuntiraman? Siz yotig'i bilan tushuntirsangiz, yo'q deyishmaydi. Yo'q, Muxlisa, sen bilmaysan-da, ular menga juda ham qattiq bog'lanib qolishgan. Akangiz shu yerda bo'lsalar, ovsinim shu yerda, qolursa ovsinimi yaqinda ko'zi yoriydi. Nabiralar tug'ilgandan keyin nabiralarga qarab, o'shalar bilan ovunib o'tirishadi. Menga qarang, yosh bolamidingiz, sizga bog'lanib qolishadi. Ha, undan keyin dam olish kunlari tez-tez kelib yo'qlab ketamiz. Biz ham yo'q bo'lib ketmaymiz.